Do'konimizdan $50 planshet xarid qilsa bo'ladi. Narxatiga 625 ming so'm. Komplektda chiqadigan klaviaturasi, komplekt zaryadkalar, sensor boshqarish uchun ruchkalari, naushniklari, ekran laminatlari chiqadi. Buni ikki xil ko'rinishda olib kelib qo'yganmiz. Samsung varianti bor, keyin bu yoqda iPhone varianti bor. Qo'limda turgani iPhone varianti bo'ladi. 7 dyumli. Zo'r tarafi ikkita sim karta o'qiydi. Sim karta qo'yib bemalol gaplashib ishlatsangiz ham bo'ladi. Qaranglar. Telegramlari deysizlarmi, Instagramlari, Facebooklari, YouTube'lari, Play Marketlar hammasi bor. Ishdan kelib mazza qilib dam olib o'zingizlar foydalanib o'tirsangiz bo'ladi. Keyin SMSlarga kirib berasiz. Bitta o'qi klaviaturalarni ko'rsatib bering. Mana klaviaturalarning yozilishlarini qaranglar. 625 mingga qarang. Mazza foydalansizlar. Kelib bemalol do'kondan olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar O'zbekiston bilan dastavka qilib beramiz. Buni faqat bir xil rangidan keyin, mana shu rangidan bor, qora rangidan. Mana buni qaranglar, ikki xil ko'rinishi. Foydalanaverasizlar. Ikkita sim karta qo'yib, emaillardan o'tgan bo'ladi. Kerakli funksiyalarni yozib ishlatib turasizlar. Word, Excel'larni ham yozib turib foydalansanglar bo'ladi.